Assalomu alaykum. A'lo Chorva YouTube kanali hurmatli obunachilari. Assalomu alaykum Alisher aka. Bugungi nimalarimiz bor aka? Mana bir qator ko'rsat Muhammadalo mollarni. Doimgidek, Ha. arzon, sifatli, zo'r, o'zimizni jaydar mollarni krasavchi Cho'ntak va pensionerlar bopida. hali krasavtalari, go'zallari Alisher akamda bo'ladi. Narxi shu tekin bo'ladi. O'zay olmoqchi bo'lib yuribsizmi? O'zay olishdan shoshilmang. Alisher akamdan kelib bo'g'ozlarni ko'rib qo'ying. Mana shu bo'zayingiz pulga bitta yaxshi bo'g'ozni olib ketsangiz bo'laveradi. Qonida ham bolasi bilan xudo xolasa tagida suti bilan olishingiz mumkin. Akalar, xudo xolasa Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixonga kelganmiz. Alisher akamning xonadoniga yetib kelganmiz. Akalar, mollarni narxini tushirish bo'yicha, arzon sotish bo'yicha O'rta Osiyoda nomer 1 Alisher Fayz deb tanilgan. Taniganlar bo'lsa o'zi biladi. Maqtash, gapirish shart emas. Tanimaganlar bo'lsa mana shu videodan keyin tanib olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa Alisher akamning mollarini chiqarib, kunda chiqarib beryapmiz. Kunora endi birarda pauza bo'lib qolyapti, biror kun. Dam olish kunlari, bozor yo'q kunlari. Lekin har kun chiqarib berishga harakat qilyapmiz. Akalar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Mollarda aytilgan narxdan ham yana ham tushib beradi. Xudo xolasa manaqa birinchi qoringa go'zallardan ham topib kelib qo'ygan. Alisher aka, bitta o'z boshida ma'lumotlarni beraverasizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? A'lo Chorvaning ishqibozlari, Elyoruzda obunachilari, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mollarimiz arzoni, sifatiga ham xudo xolasa solishtirib olaverasizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Bo'g'ozi ham, suti bori ham, ena bolasi ham, rossiyskiy parodalari. Kerak bo'lsa mono tomonda yana bor molga o'ylanmasdan kelaverasizlar. Mana bu tomonlarda ham bor. Ko'p sotilgan. Har kuni ichib ketyapti. Mol yuklayotganlarni videoga olganimiz yo'q. Xudo xolasa, bu yangi partiya ichida pastatkasi yo'q. Ketdik, birinchi molimizdan boshlaymiz. Elyor akamdan nimaga chiqmayapti deb kommentariy yozayotganlar, Elyorni o'ziga jalba qilasizlar. Elyor akamiz telefonni ko'tarmayapti. Ikkiga xafa qo'yganmi? Boshlayveraylik, Alisher aka. Ketdik, bo'lmasa birinchi molimizdan boshlaymiz. Tishi bitta bosgan, Muhammadalo. Yengil bosgan. Bir bosganga olaversin. Molimiz 3 tami, 4 tami tuqqan, tishi bir bosgan. Oshib kelsa 5-chisi. Molda 4 litr, 5 litr suti bor. Men 4 litrga beraveraman. 4 litrga. Bo'g'ozligi? Bo'g'ozligini 5,5 oyga beraman. 5,5 oyga. 5,5 oyga. Doktorlar bilan kutib olaverasizlar, akalar. Molda hali sal aybi bir tishi bosganligi xolos. Lekin qora do'mbillagan qora bayir haqiqiy. Jinni ketdi mol emas. Hamma yo'g'i joyida, hamma yo'g'i kelgan, kirasataligi. Kvadrat agi karotka bellari. Kirasataligi hamma yo'g'i joyida, sog'ligiga javob beraveramiz, savol javobi bor. Hamma yo'g'i joyida moldi. Hech qanaqa bir nuqsoni yo'q, aybi tishi bosgan. Lekin mol shunday tuqsa, agar adashib novoz tug'ib qo'yadigan bo'lsa, enasini liba bitta qassob chaqirsa 16 million so'raydi. Enasidan oshib ketadi, bolasining narxini. Ha. Endi novoz chiqsa, xullas qolgan puliga bolasi qolyaptimi, enasini shunday ko'chaga olib chiqsa, hech yo'q deganda 15 millionga xaridori bor, naq. To'g'ri. Mol ko'ryapsizlar, baquvvat mol, hali 15 ta 20 ta tug'adi. Endi 5-chisiga bo'g'oz, rasa bo'lsa 5-chisiga bo'g'oz. Puligami eng zo'rimi 18,5 millionga vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Mana akalar, ancha-muncha mol pushlar ham shokka tushib qoladi. Bunaqa narxlarni eshitib, bozorda yurayotgan bo'lsanglar 24 million kami bor deydi. Hech joyda 20 million so'rasangiz, yoningizga qo'lingizga kelib ushamaydi. 18 million 500 mingga vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Vohaga, Toshkentga kelishamiz. Alisher akam shularni mehnat qilib o'zlarini topadi. Masalan, o'zinglar ham chiqib ko'rayotgan bo'lsanglar, 20 ni pastda bo'g'oz mol yo'q bozorda. O'zim ham chiqaman, ko'raman. Mehnatini qadrlab, like bosib, obuna bo'lib ketinglar akalar. Boshlilarni bitta ko'rib qo'ylar. Ushamadi demasin mana. O'g'illab keldi bo'ladi, bilmagan odam. Alisher aka.
Xullas, 18.500. o'g'irlangan joyi yo'q, variantli joyi yo'q. Shu naqd pulga sanalgan joyi 18,5 millionga telefon qilaversin. Xayri barakasi bor, dastlabkasi Barakasi albatta bor. Yana tushira olasizmi? Yo'q, Muhammadali o'zi bonusga. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. Jackpot. Butun o'zni ko'rsin, bunaqa narx yo'q. Blogerlarga YouTube kanallarida chiqayotgan mollarga solishtirib, bozorlarga solishtirib keyin olaverasiz. Oxirida bizga telefon qilaversin. Bemalol. Endi mana bu molga bitta baho beringlar mana. Kuratishi 6 ta. Jersey so'raganlarga Jersey degan Jersey desin, sariq degan Statoda sariq desin, bayrog'ida malla desa yo'q. malla. Molni bir xamir sutga beraman. Kuratishini izzatilo bitta ochib qo'y. Baylar, turu tutay, to'rtta joyda, turu elni sop-sop. 10 ta, 12 ta sut. Shu kuratishini ko'rsatib qo'y, Muhammadali. Qara, xudo xolasa. Kuratishi 6 ta. Mana, 6 kuray. Hali 8-chilarni Chiqargan yo'q, 8-bo'zaytishida turibdi. Bo'zaytishlar ekan 8-chilar. 6 oy emas, 5,5 oyga beraman. 5,5 oy ikkinchisiga bo'g'azi. Ana novvoz tug'adi xudo xolasa. Tekshirtirib keyin pul bersin. Ha, jon. Jonivor turishlarini Zatim Xudo xolasa olib baraka topadigan kallalari chiroyli yosh mol hali. Endi ikkinchisiga bo'g'oz 120 ga olaversin bo'yini. 120 dan baland. Ko'z ko'rinib turibdi. 120 ga olaversin. Izzatilo sog' bersin. Kallalari, shoxlari O'zim ham sog' bering. o'y kelgan, xudo xolasa. Mana. Yuvoshliklari hamma yo'q, joyida mana. Mana. Suti hammi. Bir xamir sutga beraveraman. Ha, endi sutdan sekin Xohlagan chiqarib olsin, mol уже 6-oyga o'tdi. o'zi sekin chiqayotganda, payti kelib qolibdi akalar. Nomodalo Narxiga nechi pul? 21 million 500 mingga telefon qilsin. 21 million 500 ming. Cha jonivor. Kelishadigan joyi bor. Bor, kami bor, albatta kami bor. Videoda o'zidan nechi pul tushib bera olasiz? Bo'ldi 200 ming tushib beraman. Ana bu. 200 ming emas. Yurish-turishlarni bitta ko'rib qo'yinglar. Ha, jono. Mana. Yurgizmayapti deganlarga oyoqlarni uylarga borganda bemalol ko'raverasiz, mashinadan tushirib, xolasizlar, doktorlar bilan kutib olinglar, jonivorni qaranglar. O'ta go'zal. 21 million 500, 21 million 300 ga tushdimi? Ha. 21 million kami bor qo'yib qo'yinglar, hamshira. Menga qaram Muhammadalloh. 20 million 800 mingga telefon qilgandiki, sotdim kim olsa. Gap yo'q mana. Dahshatidan bu. Mana orqa kuch mollar emas, ko'chdek zo'r mol. 3-molimiz Alshiraga. 3-molimiz. Tuqqan 7 oylik bo'g'oz. Bor, oylik 6,5 oyga olsin, 6 oyga olaversin. Mana. bemalol Suti bor. tekshirib olaverasiz. Bir xamir sutga kuratishi 4 ta. Nokta to'rt kilo. gazli katta narsa. Bo'yning ichkasidan. 6 oylik o'g'oz 4 ta sutga olaverasiz. Mol 7 oylik chiqadi. Bunday qilsa bolasi tegadi, keyin pul sanasi. Bir oy yarim oyga qaramaydi. Mana Muhim ko'rsatib. gapga olgan chiqqanasi bo'ldi. To'g'risi yettaroq tursa. Kuratishi 4 dona. 4 dona. 2 olti oy ta emas. bergan mollaringiz ham 1 oy tug'ib bergani ko'p bo'ldi-ya. Ular ham ashdan bo'lsin. To'g'risi. Novvoz tug'adi xudo xolasa. Samigilarning novvoz tug'adi. Hammasi novvoz tug'adi. Narxi nechi pul? Narxigami 23 millionga kami bor. 22 million 800 mingga telefon qilsin. Agar bozorda shu molni 25 million desa, meni qimmatchi deyorsin. 32 yoki 30 deydi. Rasm bo'lsa 28 baho aytadi. Gap, mol bo'yning ichiga sutni zo'r beradiganlardagi taylari zo'r mana. Narxi 22 million 800, 22 ani qo'yib qo'ysa bo'ladimi? O'ylanmayli yani. 22 yarim kami bor. Agar 25 millionlik joyi yo'q bozorda, bemalol ko'rib olib, mana. Rostdan endi bundaqa Shvetiga ola, kuratishi 4 dona bo'lyapti. Lekin haqiqiy birinchisini tug'adi mo. Mana yuvoshliklari olagan iyag'idan, olagan iyag'idan. Mana chandirlar. Tayshop qo'yib. Molni 25 kunga beraveramiz. Xudo xolasa, inshaalloh ichida novvosi bor. Kallalari hali arab otlari bo'ladi-yu, ashnaqa o'xshayotgan jonlar. Molni bo'yini 120 ga 22 shunaqa qilaylik, 20 ga olaversin ha. Asosiysi mol sifati hali o'sadi, yosh narsa. Mana bu mol 127 chiqdi.
ko'chatdan. Ha, jinday pastroq. Narxiga nechi bo'ladi sherigi? 15-20 kunda tug'adi. Birinchisini tug'adi. 26 millionga telefon qilsin. 26 million kami bor. Aloqaga chiqib. Vodiy bo'ylab dastlabkasi boradi. Dastlabki vodiy O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda 26 million 500 mingga telefon. Bor 26 ga telefon qilsin. 26. Kami bor xudo xolasa. Kami bor hech bir hammasini kelishamiz. Kelishadigan joyi bor. Narsa ekan xudo xolasa. Mana shu Mollar novoz tug'aman deb turibdi hammasi. kimdir novoz tug'adi shu aslan uy bo'g'oziga. Mana yuqsin mashina novoz havas qilib olinglar. Eng kami 15 millionlik novoz. 15 million. Estoniga, go'zaliga. Ana tug'aman deb turibdi. Tug'aman degan mollar ham mana mol yig'yapti. Novoz tug'adi, qo'rqmay olinglar. Yaxshi niyat avvalo. Mana tomonda bolasi chiqib deyapti. Mana bitta bolasini bunday qilsanglar qo'llarga tegadi. Tug'aman deb turibdi. 20 kuniga bolasi novoz bo'lsa, ichi qiziydi-ya mol. Xudo xolasa novoz tug'adi deyapmanmi? Novoz tug'ib kelgan shu vaqtgacha bitta ham kamdan kamida xunajin tug'ib qo'yapti. Mana bakini qarang. Uni bakiga bitta ish qilib. Mana. Xullas 10 litr suti bor molda. 10 litr sutga mo'joni o'rdi. Tayinni sosiyalarni qarang. Bola novoz. Bola novoz mazaq so'radigan. Bolamizni tekshirtirdik bugun. Ikkinchi bolasimi, uchinchi bolasimi? Mol uchinchisi. Juda to'rtinchisi. Bugun tekshirtirdim, o'zi qo'l solib, aka dedi yana bir 10-15 kundan keyin bitta tekshirib qo'yasiz dedi. Qisirmasi endi bo'g'oz ham deyolmayman dedi. Mabodo chiqib qolganga priz. Zatilo bitta tishini ochib ber. Kurashishini xohlagan 8 taga olsin, xohlagan bitta yalagan deb olsin. Ha, jonim. Ko'rman aka. Bolasi ham Qani tishini ko'rsat mana Muhammad Ali mo tomonda. Bu bitta tishini ko'rsatib qo'ying. Ko'rasizlar. Xolasi 8 yuray aslida o'zinglar uchun bitta ko'rib baho berib savdosini qilaverasiz. Mashina ovozga havas qilib olinglar. Eng kamida har bitta odam lekin mana shunaqa novoz tug'ib bersin. 3,5 oy 4 oylikka borib bormagan novoz. Narxi nechi bu? Xullas kalom 33 emas 32,5 ga telefon qilsin. 32,5. 16 millionga 16,5 bo'ladimi? Endi xullas 20 ga 13 bo'ladimi? Hisoblab olaversin o'zi. Mana uni o'zi 18 millionlik bo'lsa, ana 15 millionda. Yana ham bera olasizmi? 32,5 millionga eng zo'r baho-yu. Bo'ldi, o'zingizlar bemalol telefonda aloqada kelishsanglar bo'ladi. 32 million, to'g'ri. Rostdan bera olasizmi, sherigi? 32,5 ga olsin. Xudo xolasa. Kommentariyaga 10 litr sut berganda mol o'zini o'zi baqqan joyiga bitta duo qilib qo'yadi. Ilyor bedaqa talashmayapsiz deyapti aka. Bitta shay joyiga talashib ketaylik, 1 million berasiz. 32 bo'ladimi? 31,5 bo'ladi. Yo'q, 31 million 500 ming hop deyvering. Obunachilar bor ekan. Ketdan 31,5 aloqaga chiqib bo'lasiz. Endi eng qizigan joylari kelyapti. Shved so'raganlar. Shved 6 oylik 5,5 oyga hisoblab olaversin. Narxi nechi pul aytasiz? Shularga 6 oylik yo'q bo'g'oz. Mana sutlari qo'yib, yellab qo'ysak, yoshligi bir qarab. Xullas kelin 5,5 oylikka beraveramiz. Izzatilo bitta tishini ochib berdi. Zo'r, chandirlari zo'r. 4 litr sutga olsin. Ha, 4 litr sutga 6 oylik bo'g'oz. Sekin-sekin ketishdi. Xullas sekin 40 million, 42 million limonlarda bahosi bor bunda. Endi Shvedga kurachchi 8 ta. 8 kuraga olsin. 24 million. Bo'ldi, ochmay qo'yavering, 8 ta ekan shiragi. Narxi nechi bu? 24 millionga baraka mashina. 24 million kamini qilib beradi. Kamin dastlabkasini qilib beraman. Dastlabkasini kamini. Endi xalq kutgani bo'ylarini qarang, 140 ga beraman. 140 ga beraman. Molni gigantda Qirg'izdan o'tgan ekana. Mana samg'alar suti bor. Shu samg'ani qilishaki molni jonni olib qo'ygan. Suti bor-a? Bir xamir suti qoldi. Mana mol rossiyskiy paroda. Mana. Rossiyskiy mol. Rossiyskiy parodami? Qirg'izdan kelgan. Mana rossiyskiy. Mana rub. Rossiyskiy. Albatta. Kurachishini ham bir yo'l ko'rsatib o'tib ketdi.
Mana. 8 kilo lapatki. Mana ko'raylar. Nechin Bu bir 40 olursun. 45 chiqadi, 40 olursun. Hech bo'lmaganda 35 ga olsin. necha oylik bo'g'oz? 4,5 oylik, 4 oylikka tekshirib 4 oylikka olursun. olaveradi. 4 oylikka tekshirib Necha pul olursun. qo'yamiz Alisherga? 6 millionga telefon qilursun. Nima dedingiz? 26 millionga telefon qilsa, vodiy bo'ylab 26 dastavkasi million. bor.